Assalomu alaykum Rizvan servis obunachilari, yaqinlar, qadrdonlar, omonmisizlar, tanijoninglar sog'mi? Sizlarga o'tgan safar biz videorolik qilib berdik. Magazindagi ancha-muncha narx-navolar. Endi bu videoroligimizda sizlar uchun zubchati remen haqida gapiramiz. Bodron aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamang. Yaxshimisiz? Bugun podpischalarimizga aka zubchati remenni mana misol uchun biz ochib olganimiz hozir Nexi 2 bu. Nexi 2 bilan 12 ta zubchati remeni uzilsa qanaqa talofatlar bo'ladi? Necha ming probeg Nexi'ga bergani, 12 ga qancha probeg bergan? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Juda yaxshi savol bo'ldi. Hozir ochib olgan mashinamiz Sonsi gibrid mashinasi. Bunda zubchati remen mana hozir 50-60 ming probeg bosgan. Normal holatda turibdi. O'zini standart hali yangi qo'yilgandan keyin 50-60 ming probegda alishtirish kerak. Ko'p kuzatuvchilarimiz, kelgan klientlarimiz ham bo'laveradi. Bu bilan trekerlarda farqlanmayapti hali ham. O'shani aytib o'tamiz. Bularda zubchati remen tashqi holatda turadi, yog'dan отдельный holatda turadi, quruq ishlaydi. Trekerlarda bo'lsa hali ko'pchilik bilmayapti zubchati remen borligini. Endi aytib o'tamiz. Shunaqa, ko'pchilik trekeri bor, yaqinlarga jo'natmaydi. Zubchati remeni bormi deyapti bir xilga odamlar. Shunaqa ma'lumotlarni kuzatib borilsa, ancha o'ziga foyda insonlarga. Endi yana shu joyda kelib bitta gapingizni bo'laman, podpischinglar. Meni o'zim fikrim shunaqaki, biz orada Nexia'dan keyin Spark mindik, Nexi 3 mindik, Gentra mindik, Cobalt mindik. Ularki sepli bo'lishini hisobiga ham odamlar zubchatini unutdi, esdan chiqarib qo'ydi. Shunaqa, shu mashinalarda Sparkdan Nexi 3 Gentraga bo'lgan mashinalar minganlar zubchat remenda esdan chiqarsa bo'laveradi. Shunaqa. Endi hozir yana qaytib keldi. Endi Bodron aka ma'lumotlarga davom etamiz aka. Bunda endi quruq holatda bular oddiyroq motor, ularga qaraganda kaprizli emas. Mabodagi zubchati remenga ahamiyatsiz bo'lib uzilib ketib qolsa ham 1 million, 1,5 million atrofida yana tiklanaveradi. Bulardi motor. Endi Lasetti'miz bor, Nexi 3, Lasetti'miz bilan 1.6 Nexia'lar bor. Ular endi jicha farq qiladi pulida, 16 talik kilapinligi uchun. Ulardan nisbatan qimmatroq bo'ladimi? Ularda qimmatroq bo'ladi. 16 tada ularda kilapin, 2 tadan aspirdi bor. Ularda jicha qo'shimcha bo'ladi. Trekerlarda bo'lsa $1000 dan $1200 rasxod bo'ladi. Rasxod bo'lib ketishi mumkin bo'ladi. Endi uni ham nechta kilapin eganiga qarab, tezlikda bo'lib uzilib ketadigan bo'lsa, pastga hamma kilapinni egib qo'yishi mumkin. Keyin porshinlarga ham ziyon yetkazishi mumkin bo'ladi. O'shani hisobga olib $1000 dan $1200 gacha pul ketadi. Rasxod bo'ladi. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Endi hali Grubis bilan aytganingizda $200 ga alishadigan remenini deb 1 million, $1200 ga tushib qolish istima emas. Shunaqa. Uni ham ularda endi zubchati remen tubdan farq qiladi. Bunga qaraganda qanday desa bo'ladi? Materiali boshqacha, mahkamroq, yoqqa chidamli. Yog'da ishlaganligi uchun spetsialni chiqarilgan. 90 ming, 100 ming atrofida alishyapti remenlar ulardiki. Undan ag'i o'sha $1000 ni yoniga qo'yib yurishga to'g'ri kelib qolyapti. Shunga hushyor bo'lish kerak. Endi bularkini hozir qanchaga almashadi deya, qanchada almashadi deya o'zi 50-60 mingda almashish kerak. Endi uniki yog'da ichida yurgani bilan aytdim-ku, farqi bor. Remen yoqqa chidamliroq bunga qaraganda. Buni yoqqa tashlasangiz bu ishib ketadigan remen. Bu maslahat stoyishni emas bu. Bu tashqarida aylanadi. Maslahat stoyishni trekerlarda. Shuni tashqarida bo'lganini hisobiga ham tez, ham arzonroqqa almashadi bularga. O'zi almashish darajasida hech bir endi uzilmasa shunchaki almashtirsa. Hozirgi kunda 200 ming atrofida. 200 ming atrofida bu almashadi. $200 atrofida sizlar eshitganinglar, treker 12 dan almashadi. Buni xizmat haqisini aytibman. Где-то 300-400 ming ketib qoladi. Mana Sonsi uchun. Remenlar uchun ketib qoladi. 1.6lar uchun nisbatan qimmatroq. 1.6lar uchun qimmatroq bo'ladi. Endi misol uchun o'zi asosan u mashinalar o'yindan chiqib bo'ldi, lekin biz sizlarga oldingi zubchati remen bilan hozirgi zubchati remenda narx-navolari qanchada almashtirish kerakligi shular haqida ma'lumot bergan bo'ldik. Bu videoda aynan trekkeri bor yaqinlarga albatta yuborib qo'yinglar. Bu maslahatlar, u qimmatli maslahatlar sizlarga tekinga berib yubordik. Ustaga katta rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Yaqinlar video sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Podpiska, kommentariy kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha